O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarori hamda kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda jinoyatlarning oldini olish bo'yicha manzilli choralar konsepsiyasi ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetining professor-o'qituvchilaridan iborat ishchi guruhi Andijon viloyatida kriminogen vaziyati og'ir mahallalarda ilmiy amaliy yondashuvlar asosida joylarga chiqqan holda maqsadli o'rganishlarni o'tkazish orqali huquqbuzarliklarga sabab bo'layotgan asl omillarni aniqlash va barham berish bo'yicha ishlar tashkil etilmoqda. O'rganishlar ilmiy xulosa, tavsiya, natija tamoyiliga qat'iy amal qilgan holda olib borilmoqda. Ya'ni mahallalardagi kriminogen vaziyatga ta'sir etuvchi omillar dastlab ilmiy metodik asosida aniqlanadi, so'ngra ularni bartaraf etishga qaratilgan aniq tavsiyalar va metodikalar ishlab chiqiladi hamda amaliyotga tatbiq etiladi. Bu borada ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda mahallalardagi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning asl sabablarini tizimli ravishda ilmiy yondashuv asosida o'rganib borish yo'lga qo'yilmoqda. Ilmiy xulosalarning amaliyotga tatbiq etilishi esa profilaktika samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Asosiy e'tibor amaliyotda huquqni qo'llashda yuzaga kelayotgan muammolarning ilmiy yechimini topishga harakat qilinmoqda. O'rganishlar natijasida huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi hamda ushbu mahallalarning oylik yo'l xaritalariga ijro etish uchun kiritilmoqda. Shu bilan birgalikda 2025-yil dekabr oyi uchun tasdiqlangan mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasini ta'minlash bo'yicha manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasida belgilangan vazifalarning joylarda qay darajada ijro etilayotgani nazoratga olinmoqda. Shuningdek, kriminogen vaziyati murakkab yoki og'ir deb baholangan mahallalarda jinoyatlar sodir etilishiga ta'sir qilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ruhiy va tashkiliy omillar chuqur tahlil qilinmoqda. Ushbu omillar mahallaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'rganilib, har bir hudud uchun alohida manzilli tashkiliy profilaktika mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan ilmiy asoslantirilgan takliflar ishlab chiqilmoqda. Kriminogen vaziyati murakkab mahallalarda mahalliy tilligi a'zolari ishtirokida jamoat xavfsizligi professor-o'qituvchilari bilan seminarlar tashkil qilindi va yil yakuni bo'yicha xulosalar qilinib, kelgusi yil uchun vazifalar belgilab berildi. Olib borilayotgan o'rganishlar asosida huquqbuzarliklarga sabab bo'layotgan asl omillarni bartaraf etish bo'yicha aniq tashkiliy huquqiy choralar rejalari ishlab chiqilib, ularni hududiy yo'l xaritalariga kiritilishi rejalashtirilgan. Bu esa albatta kelgusida mahallalarda barqaror xavfsiz muhitni ta'minlashga xizmat qiladi.